Shu yetmay turuvdi ya. Aka, ming bor uzr. Telefonga chalg'ib sizni ko'rmay qolma. Mana bu prava dokumentlarim. Nomeringizni bersangiz 1-2 soatdan keyin ko'rishib olamiz siz bilan. Boy, bu yoq qizuv bo'ldi-yu, nima qilamiz buni? Aka, dokumentimni beraman. 1-2 soatdan keyin ko'rishib olamiz. Zaril shoshilayotgandim. Yo'q, aka, ketavering, o'zim qilib olaman. Qayerga ketadi? Mashta hal qiladi. Men bunaqalarni ashulasini eshitganman, tushundingmi? Ne unaqa deysiz, aka? Onasi hozir boraman. Bitta palakat bo'lib mashinani urib oldim. Sen aralashmang. Aka, siz ketavering, men o'zim qilib olaman. Ne bunaqasi, ha? Pul yo'q bechara bo'lsa ham mayli. O'zingga shu pul kerak-ku, ne qo'yib yubording uni? Adasi tezroq keling, oyijon og'irlashib qoldilar. Timmi sizni so'rayaptilar, men doriga chiqib ketyapman. Kelib qoldim, onasi kelib qoldim, bo'pti. Voy, shu yetmay turdi-ya. Ko'zingga qaramaysanmi? Aka, ming bor uzr. Shoshyotgandim, onam kasal deydilar. Mana dokumentimni oling, nima muammo bo'lsa qilib beraman men. Menga qara, dokumentingni nima qilaman men? Hamma hal qilganda keyin katta qolganga keturmaysanmi? Hamma bitta shularni topib olgansanlar. Aka, mana mashina ham sizga, onam kasal, shoshyapman men. Menga qara, qayerga ketyapsan, hal qilmaysan men buni. Uka, to'xta. Aka, qoching. Alloh sabr bersin. Onamga berib qo'ydik. Didor qiyomatga qoldi. Nimaga? O'rta to'g'ri chiqsa, men asal xato o'ylab qo'yinman. Qanaqa vaziyat bo'lsa, qat'iy nazar ona har doim birinchi o'rinda, o'rtoq.